Xo'p, o'rtoqlar, orqada turgan mana shu ko'rib turgan dorilar hammasi ikki asrlik tarixga ega bo'lgan aptekaga tegishli, ya'ni Murod shifoga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turgan giyohlar endi xilma-xil, buni nomma-nom to'g'risi sanashga vaqt ketsa kerak, chunki xili ko'p. Shuning uchun biz qisqa savol-javob uchun Nozigulxonni savol kutmoqchimiz. Assalomu alaykum Nozigulxon, yaxshimisiz? Yuz rahmat deymiz ishqilib. 2 daqiqa vaqtingizni olamiz. Bugungi kunda qarang, Nozigul, shu maskanda qanaqa kasalliklarga shifo so'rab kelishyapsizlar, davolayapsizlar, natija qilib beryapsizlar. Aslida shu haqida ikki og'iz. Murod shifo tabobat klinikasi o'zi 2000 mana tanishtirib o'taman boshidan 2021-yil barpo etilgan, shaxsan Murodjon Abdullayev tomonidan asoslangan klinika. Ish faoliyatini yuritib kelganlar faqat umrlari qisqa ekan o'tib qoldilar, dadam bo'ladilar. Hozirgi kunda rahbarimiz Yulduzxon G'aybullayeva, ya'ni onam. Demakki, bu klinikani rahbari to'g'risida xalqimizga tushunarli holatda ma'lumotlar yetkazib bordik va giyohlarimizning 700 xildan oshiq turi bor. Endi buni nomma-nom sanayman desangiz, turi juda ham katta va giyohlarimiz obrazes holatida qo'yib berilgan. Bular biz sostavniy holatda eng ko'p giyohlarimiz chetdan kirib keladida. Hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan kasalliklar onkologiyaning turlari. Onkologiya ko'payib ketib qoldi. Qisman mana yordam qilyapmiz, natijalar qilib berilyapti. Bu kasallik o'zini nomi bilan bo'lgani uchun kimdir boshlang'ich stadiyalarda, kimdir oxirgi stadiyalarda kelishadi. Organizmga qarab natijalar qilib beryapmiz. Tekshiruvlarga yondashamiz. Ayollarda jenskiyda muammolar juda ham ko'p uchrayapti. Kista, mioma, eroziya, onkologiyaning turlari, endometrit, qavatlari qalinlash hisobiga uchraydigan kasalliklar, befarzandlik kasalliklar, sut bezi kasalliklari ham juda ham ko'p, yosh kattalarda juda ko'p uchrayapti bu kasalliklar. Endi bosh miya kasalliklari, bu kasallik onkologiyaning turlari qaysidir organ yoki ayol erkak ajratmaydi, xohlagan yerida shakllanadi. Hozirgi bizda ayollarda jenskiyda, sut bezida va o'pkadagi, erkaklarda bo'lsa ham o'pkadagi kasalliklar natijalar juda ham zo'r bo'lyapti. Instagram orqali ham bu videolar qo'yib bordik. Do'pposli holatida natijalar avvalambor Alloh shifosini sababini qilishga Murod shifo klinikasi harakat qilyapti. Albatta. Demak, ichki kasalliklar, pochka toshlari deymiz, o't toshlari deymiz, zagif o'tdagi dimlanishlar, ana shu holatlarda gastrit, pankreatit holatlari, qandli diabet, ya'ni saxari ikkinchi tipi 5 yilgacha bo'lgan saxirlarda natijalar juda ham zo'r bo'lyapti. Davolanadigan kasalliklar. Zo'b to'g'risida so'rashadi ko'pchilik, zo'b holatlari bo'yicha. Toksit holatlarida, grija disk holatlari. Pochkadagi yallig'lanishlar, mana keltirib ko'rsatilgan uchraydigan kasalliklar. Rasmlar bilan belgilab ko'rsatib qo'yishgan ekan o'rtoqlar mana. Ko'ryapsizlar, shu yerdagi muammolar mana. Bu shu nimami bu? Pochkadagi yallig'lanish. Xudo saqlasin. Hozir gapirib o'tdilar, men videoni ko'rib qolmay, keyin o'zim qiziqdim. Ya'ni bir ayol chiqyapti-da, "Meni tug'maysan" deyishganida, "Sen umuman befarzand o'tasan" deyishganida, Murod shifoga keldim, natija bo'lib, mana homilador bo'ldim degan videolar ko'rib, men baribir borishdan o'tib olaman degan niyatim tug'ilgan edi. Mana Xudoga shu niyatimizga yetib keldik va hozir bir narsani aytib o'tdingiz. Onkologiyaning eng oxirgi turlarida kelib, misol uchun haligi ximiya olib qo'yganda, to'g'rimi? 10 ta 12 ta ximiya olib qo'ygan kelib, shunda natija qilib bermasanglar bo'lmaydi dedi. Endi natija Allohdan-ku, to'g'rimi? Sababini qilinadi bu yerda. Natija Allohdan. Endi agar Xudo umriga o'lasan deb yozib qo'ygan bo'lsa, bu iloji yo'q buni. Xudodan boshqa hech kim Davidga davo bo'la olmaydi, to'g'rimi? Ming dunyodagi eng milliard turadigan dorini olib kelib ichirsa ham foydasi yo'q. Lekin Xudo bo'ldi tuzaladi degani bo'lsa, oddiy bitta mana shuni ichib turib ham o'rtoqlar tuzalishi mumkin. Bu sababini bilan qiladi, natijasi Allohdan. Shunchalik ko'p mana tibbiyot videolarida negativlik ko'payib ketib qoladi-da. Shu meni g'ashim keladiki, nimaga Allohning ne'matiga salla qanday qilib yozishi mumkin negativ? Chunki bu giyohni yerdan Alloh chiqaradi-da, bu odam qo'li bilan yaratilmaydi-ku buni. Shuning uchun g'ashim keladi. Keyin bir narsa guvoh bo'ldim. Yulduzxonaga olib kirganimizda bir ayol keldida, 12 ta ximiya olganlar, foydasi olib ketaverlar deyishdi, shunga olib kelyapmiz. Diyorlar, Yulduzxona aytdilar, nimaga to'g'ri olib kelmadilar? U 12 ta olgandan keyin bo'ldi. Endi biz harakat qilamiz umrini uzaytirishga, lekin tuzalib ketadi deya olmaymiz deb sabablarini ko'rsatib bersalar, bo'pti deyishdi, olishgan. O'sha odamni kirsam profiliga o'sha odam. Men onam olib keldim, natija qilib bera olmadi. Qatta 12 ta ximiya olib o'zi doktor aytayapti, iloji yo'q deyapti. Aytgan o'ziga. Men videolarni, syomkalarini ham ko'rdim. Albatta. Iloji yo'q. Biz ham umrini harakat qilamiz uzaytirib berishga maksimal, lekin davola olmaymiz buni. Chunki tuga bo'lgan deyapti.
endi onasi o'tgandan keyin shunaqa yozyapti, bu insofdan emasda bu. To'g'ri. Shuning uchun meni g'ashim kelib ketib, to'g'risi jahlim chiqib, men kelib o'chib olaman dedim. Mayli endi xudo bor hammaga-yu. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar, shuning uchun negativ yozishdan oldin bir qator kelib surishtirish kerak, bilish kerak, ko'rish kerak. Ana undan keyin asosli bo'lsa, keyin yozish kerak demoqchiman. Xo'p, mayli, uni qarang o'rtoqlar. Bachadon bo'yni misol uchun eroziyalar, xullas kimyoma, kista muammolariga mana dorilar. Hammasini rasmda ko'rib turibsizlar, kelsalar o'zingizlar ham ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Nima muammolaring bo'lsa tanada, hamma xullas natija faqat siniqdan boshqasini davolaysizlar, xudo xolasa, to'g'rimi? Qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa, avvalambor Suvay singandan keyin davo iloji yo'q. Lekin mumiyo bersa bo'ladi, to'g'rimi? Suvayni nima qilishim mumiyo bersa bo'ladi. Ha, beriladi, mumiyo ham tavsiya qilinadi, faqat Suvay- joyi kelganda. Joyi kelganda to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun hurmatli bizni ko'rayotganlar, ekrandagi nomerlarni bejizga qo'ymaganmiz. Mana shu Nozigulxon hamma savolingizga javob berishadi. Bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Lokatsiya tashib berishadi. Nima dardinglar bo'lsa aytsanglar, chorasi bo'lsa kelsanglar, narx-navolari hamma yo'qda o'zingizlar batafsil beradi, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun Nozigulxon bilan like bosib qo'yib, video tarqatib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi va bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan-da yaxshiroq bir kontentlarni mana shu klinikada yotib davolanib natija olgan bemorlarimiz haqidagi ma'lumotlarni joylab borishga harakat qilamiz. Nozigulxon, rahmat Sog' sizga. bo'ling. Umringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Ilohim bemorlarning kamaysin deymiz. Chunki inson salomat bo'lsa, ish tushmaydi sizlarga. Lekin ish tushsa ham xudo xolasa chiroyli natija qilib bersanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Barchalarga rahmat. Sog' bo'linglar.